Pechka nima uchun isitmaydi? Bitta yaqqol sababi suv nasosi ketganidan bo'ladi. Suv nasosi antifrizni butun dvigatel bo'ylab doimiy aylantirib beradi. Shuning hisobiga dvigateldan issiq antifriz chiqib radiatorga boradi va u yerda issiqlik havoga tarqatiladi. Nasos ishlamay qolsa suv aylanmaydi. Ishdan chiqqanning birinchi belgilaridan biri pechkani issiqqa qo'yishingizdan qat'iy nazar faqat sovuq havo uradi. Chunki issiq antifriz pechka radiatorga yetib bormaydi. Nasos o'zi mexanik va hech qanaqa elektronikasi yo'qligi uchun u ketsa buni to'g'ridan-to'g'ri bilib bo'lmaydi. Lekin suv qizib ketsa, nasosdan darak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda siz dvigateldan shovqinli ingichka uvillash ovozini eshitishingiz mumkin. Bu nasos podshipniklari yeyilgandan dalolat beradi. Yana bir belgisi suv nasosining pastki qismidan antifriz sizib chiqishi. Bosim ko'tarilib prokladka kuymasidan avval sifatli suv nasosi qo'ydirib olish juda muhim. Masalan, NTF suv nasoslari antifrizni haydab berishda juda kuchli parrakka ega. Shu parrak sifatsiz materialdan bo'lsa, korroziya yoki tizim ichidagi havo pufakchalari shu parrak bilan to'qnashib, uni vaqt o'tib ishdan chiqaradi. Lekin NTF suv nasoslari sizga ko'p xizmat qilib beradi. Biz bilan bog'laning.